Qolishibdi. Kimsasiz orol, hech narsa yo'q, na tosh, na suv, faqat nasha mushti. Faqat nasha. Hidlasa ham nashani hidlaydi, yesa ham nashani yeydi, suvni siqib ichib, uchalasi qotib qolgan. Uchadigan tarelka kelyapti mana shu. Uni chekkandan keyin tarelka ham keladi. Kastrulka ham keladi. Oshpaz ko'zingizga o'zga sayyarali ham bo'lib ko'rinadi. O'zga sayyaralar kelib, "Ey yerliklar, biz sizlarni olib ketamiz yurtingizga. Faqat savolimizga javob beringlar. 10 ga 10 ni qo'shsa nechi bo'ladi?" Birinchisi endi men vaqt ketmasin deb tezroq sanayapman, u ancha sanaydi u. 2 marta qaytarib ham chiqadi u sanoni. Keyin aytadi, 20 deydi. Chunki gap ham zo'rg'a chiqadi, tupuga ham qotib qolgan. Yaxshi, kemamizga chiqing, joy oling. Sizga savol debdi ikkinchisiga. 20 dan 5 ni ayirsa nechi? Bu juda qiyin ishda. Shuning hayotingiz to'xtash kerak edi, siz shu 20 dan 5 ni ayirishingiz kerak. Hamma ishingizni tashlab oldin 5 ni nimaligini aniqlashingiz kerak. Yondagisi 15 debdi, 15 deb yerdan 15. Siz ham chiqing kemamizga joy oling debdi. Uchinchisiga sizga savol, 268 ga 444 ni ko'paytirib va ularni 2 ga bo'lib ajratib yuborsa nechi son qoladi? Oqqanlar prosta joy yo'q deyiladi.